Zeriksak bizda o'zgarishlar bo'ladi. Zeriksak va muvaffaqiyatga yeta olsak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli tadbirkorlar, hurmatli do'stlar, kuzatuvchilar, salomatmisizlar, kayflar yaxshimi? Sizlar uchun, biznes egalari uchun biznes egasi zerikish kerak. Biznes egasi doim zerikib turishi kerak. Biznes egasi zerikkandan keyin katta o'zgarishlar bo'ladi biznesda. Mavzuda bir oziq xabar kontent tayyorlaganmiz. Inshaalloh buni albatta ko'ring. Sizlarga foydali va manfaatli bo'ladi deb umidamiz. Zeriksak bizda o'zgarishlar bo'ladi. Zeriksak va muvaffaqiyatga yeta olsak. Albatta ko'ring. Inshaalloh xayrli va manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'linglar. Oxirigacha ko'rgandan keyin uzoqda plyus qoldirib qo'yasizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli tadbirkorlar, g'ayratli tadbirkorlar. Salomatmisizlar? Xo'p, bugun sizlar bilan yana nima haqida gaplashamiz? Yana bir muhim instrument, eng katta og'riqlardan bittasi desam ham bo'ladi. Qanaqa og'riq desangizlar, bu tadbirkorlar hozirgi holatidan rozi va hozirgi holatidan zavqlanishyapti. Ko'p tadbirkorlar gaplashamiz, tizim qurmoqchiman deydi, xodimlarim zo'r xodimlar olmoqchiman deydi, zo'r boshqarmoqchiman deydi, ilm olmoqchiman, o'zgarmoqchiman, kunlik boshqaruvdan, operatsion boshqaruvdan chiqmoqchiman deb aytishadi. Lekin rostdanmi deb savol beraman ba'zida. Rostdan bu aytilayotgan gaplar, aytilayotgan maqsadlar, aytilayotgan orzular rostdan ham ichidan chiqyaptimi yoki ko'chirma gapmi? Qanaqadir do'st aytdimi ekan, qanaqadir hamkasbi aytdimi, qanaqadir katta tadbirkorning gaplarini yodlab oldimi ekan deb o'ylayman-da. Sababini aytaman sizlarga. O'zi agar hozirgi holatingizdan rozi bo'lsangiz, qilayotgan ishlaringizdan zavqlanayotgan bo'lsangiz, siz o'zgarishga qiynalasiz, hurmatli tadbirkor. O'zgarishga juda qiynalasiz, chunki sabab yo'q-da. Chunki shunday ham hammasi joyida, shunday ham pulingiz yetarli, shunday ham kayfiyatingiz yaxshi, shunday ham hammasi joy-joyida ketyapti. Lekin kimnidir turtkisi bo'lgani uchun o'zgarmoqchi bo'lib qolyapsiz, lekin ichkarida yo'q-da, ichkarida xohish yo'q. Nima qilishimiz kerak desangizlar, o'z hozirgi holatingizdan va qilayotgan ishlaringizdan zerikishingiz kerak. Shunda harakat boshlanadi. Ya'ni, men o'zgarishim kerak, qayerni to'g'rilashim kerak. Zerikish boshlanishi kerak. Ya'ni har doim oldin bir ikkita xodim bilan ishlayotgan bo'lsangiz, endi zerikishingiz kerak. Yo'q, men 3-4 ta xodim bilan ishlashim kerak. Oldin men shu paytgacha 10 ta mijoz bo'lsa, zerikishingiz kerak. Ya'ni 10 ta odam, men 20 ta, 30 ta mijozim bo'lishi kerak. Shu paytgacha daromadingiz 10 ming, 5 ming, xo'p 20 ming bo'layotgan bo'lsa, zerikishingiz kerak. Men daromadni oshirishim kerak. Sof foydangiz xo'p qancha 5 ming, 2 ming, 3 ming bo'layotgan bo'lsa, zerikishingiz kerak. Bu bo'lmaydi, men bundan ko'paytirishim kerak. Deb hozirgi holatingizdan, qilayotgan ishlaringizdan zerikib boshlashingiz kerak. Zerikmasangiz bo'lmaydi. Zerikmasangiz o'solmaysiz. Ochig'i. Chunki ko'p tadbirkorlar bilan gaplashganimizda biz vazifa beramiz, qilmaydi. Nimaga desangiz, chunki u hozirgi qilayotgan ishidan rozi. Hozirgi qilayotgan ishlarni zavqlanib qilyapti. Aka, siz operatsiyadan chiqmoqchiman deb aytyapsiz. Mana ishlarni qiling, operatsiyadan chiqasiz desak, qilmaydi. Sababini so'rasak, maza unga, operatsiyadagi ishlar unga maza. Lekin biz berayotgan ishlarni unga mazasini buzib qo'yapti. O'shaning uchun biz yaxshilab o'ylab ko'raylik, hurmatli tadbirkor, rostdan ham chiqmoqchimizmi o'zi? Rostdan ham shu og'riqni ichimizdan o'tirib olib o'ylab, rostdan ham men operatsiyadan chiqmoqchimanmi? Rostdan ham men mijozlarimni ko'paytirmoqchimanmi? Rostdan ham men sof foydamni oshirmoqchimanmi o'zi? Rostdan ham ichishdan chiqayotgan qarormi bu? Ya'ni ichkarimdan chiqyaptimi yoki bu kimdir aytgani uchun, qanaqadir zo'r podkast ko'rganim uchun, qanaqadir zo'r milliarderlarni podkastlarini ko'rganimdan keyin bu tug'ilib qoldimi? Bu maqsad o'zimnikimi yoki ko'chirib oldimmi kimnikinidir deb savol berishimiz kerak. Shuni bilishimiz kerak. Keyin narsa zerikishlaringiz kerak. Hurmatli tadbirkorlar, zerikishlaringiz kerak. Har kuni o'zlaringiz zerikadigan vaqtlaringiz bo'lishi kerak. Zeriksalaringizlar bir boshqa yangi g'oya, yangi fikr, yangi strategiyalar keladi. Zeriksangizlar o'zgarish, istalgan shaxsiy o'zgarish ham, biznesdagi o'zgarish ham biznes egasini o'z zerikkanidan keyin boshlanadi. Biznes egasi zerikmasa, o'zi nega men tadbirkorlar ko'p, men o'zim ishlayotgan tadbirkorlarga ko'p tavsiya qilaman. Instagram kirmang aka deyman. Bu biznesimga kerak deydi. Aka, bitta SMM olib qo'ying, masalan, bitta SMM olib qo'yingda, o'sha yuritsin, siz uning telefonini kirib qo'ying. Kerak emas o'zingiz Instagramda o'tirishingiz. Chunki u sizni zeriktirmaydi. Instagram odamlarni zeriktirmaydi.
O'shaning uchun ham o'z ustida ishlaydigan, o'zgarishni xohlaydigan odamlar kamayib ketdi. Chunki zerikmayapti hech kim. Shu o'ziga xohlasa zerikmayapti xullas. O'shaning uchun mana hurmatli tadbirkorlar, zeriktirmaydigan ishlarni kamroq qilingizlar. Qilmaysizlar iloji boricha zeriktirmaydigan ishlarni. Masalan, zeriktirmaydigan ishlar Instagramda o'tirish, qanaqadir seriallar ko'rish, qanaqadir vaynlar ko'rish, bekorchi suhbatlar bo'lishi mumkin, bekorchi o'tirishlar bo'lishi mumkin, ortiqcha konsertlar bo'lishi mumkin. Sizni zeriktirmaydigan ishlar sizni o'stirmaydi. Sizni rivojlantirmaydi. Chunki zeriktirmayaptimi, bo'ldi shu. Rozi bo'lsiz deganida. Shunaqa. Endi shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Keyingi masala, qo'lingiz bilan ko'zingiz doim band bo'lsa, charchaysiz, lekin zerikmaysiz. Mana qo'lingiz bilan ko'zingiz bandmi? Bo'ldimi, zerikyapman desangiz bu yolg'on gap bo'ladi. Bu charchagan bo'lasiz. Charchash bilan zerikishni farqi bor. Katta farqi bor. Charchash bu o'zgartirmaydi. Uxlab turasiz, yana ishingiz qilaverasiz. O'shaning uchun hurmatli tadbirkorlar, maksimal qo'limizni birinchi, keyin ko'zimizni bo'shataylik, band qilmaylik. Qo'li ishda bo'lgan odamni zerikmaydi hech qachon. Qo'li ishlayotgan odam zerikkan ko'rganmisiz? Charchaydi, lekin zerikmaydi. Instagramda vayn ko'rib o'tirgan odam zerikkan ko'rganmisiz? Ya'ni ko'zi har doim band bo'lgan odam ko'rganmisiz? Ya'ni zerikkanmi? Yo'q, u ham zerikmaydi. O'shaning uchun qo'limiz bilan ko'zimizni ko'proq bo'sh qilsak zerikamiz. Ana zerikkanimizdan keyin yaxshi fikrlar, yaxshi ideyalar keladi, keyin qo'llaymiz. Bu eng muhim narsa mana shu yerda, mana shu yerda. Sizni operatsion boshqaruvdan chiqarmayotgan, sizni o'stirmayotgan, sizni o'zgartirmayotgan narsa shu. Qo'lingiz bilan ko'zingiz ortiqcha narsalarga, ya'ni keraksiz deymizmi, arzon ishlar deymizmi, muhim emas bo'lgan ishlar bilan band bo'lib qolyapti. Shu. Endi qanaqa qilib zerikaman desangizlar, shu qo'l bilan ko'zni tinch qo'yasizlarda, faqat miyani ishlatib boshlasangizlar, keyin zerikish boshlanadi. Lekin mana zerikish ham har doim ham foydali bo'lmaydi, muvaffaqiyatli bo'lmaydi, hurmatli tadbirkorlar. Qachon muvaffaqiyat? Zerikish ba'zida yomon ishlarga ham sabab bo'lib qoladi. Sababi yomon ishlar jozibador bo'ladi, bilasiz, va oson bo'ladi. O'shaning uchun zerikishda ko'p vaqt mana bekorchilik yomon deydi-yu. O'sha payt zerikish ham shunaqa, bekorchilikka o'xshash bo'ladi, lekin bir xil narsa emas. Zerikayotganingizda yomon ishlar sizga tez tortadi o'ziga. O'shaning uchun zerikish har doim muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Oxiri zerikishdan muvaffaqiyatli chiqib ketish uchun nima qilish kerak desangizlar, zo'r instrument bor, ya'ni foydali. Birinchi o'rinda zeriking va u zerikishdan muvaffaqiyatli chiqib ketish uchun ko'proq ustozlar bilan suhbat qiling. Ustozlaringiz bilan ruhiy bo'yicha, aqliy bo'yicha, tana bo'yicha, ilm bo'yicha, aql bo'yicha ustozlar bilan ko'proq suhbat qiling. Ustozlar bilan ko'proq suhbat qilish bu sizni strategiyangizni ko'rib beradi. Ya'ni maqsadlaringizni, kelajakdagi qilayotgan ishlaringizni, fokusingizni, ketayotgan yo'lingizni to'g'ri va noto'g'riligini filtrlab olasiz ustozlar bilan suhbat qilib. Keyingisi o'qish. O'qish bu eng muhim instrument hisoblanadi. Bu o'qish orqali dunyoqarashingizni, fikrlashingizni, qisqa vaqtda juda ko'plab insonlarning tajribalarini, qonli tajribalarini olsangiz bo'ladi o'qish orqali. Siz yana yashashingiz, o'sha xatoni o'zingiz qilishingiz shart emas. Keyingisi yozish, hurmatli tadbirkorlar. Zerikishdan ustozlar bilan suhbat qilib zo'r chiqib ketsa bo'ladi, zo'r. Keyingisi o'qish orqali zo'r chiqib ketsa bo'ladi. Keyingisi yozish orqali. Yozish bu haqida ham alohida hali ko'p post chiqaraman bu yozishning foydalari haqida. Yozsangiz bu zerikishdan muvaffaqiyatli chiqib ketgan hisoblanasiz. Ya'ni og'riqlar yoziladi, dardlar yoziladi, maqsadlar yoziladi. Doimiy yozib o'zgarmadim degan odamni ko'rmadim. Doim yozishni yaxshi ko'rgan, lekin o'sa olmayotgan odamni ko'rmadim-da. Yozishni yaxshi ko'rgan odam borki, tez o'sadi, tez rivojlanadi. O'shancha yozishni bu ayniqsa biznes egalariga eng muhim narsa-da, chunki sizlarni o'sish nuqtalaringiz yozishda. Yozib vazifa berasiz, yozib tekshirtirasiz. O'zi shu narsa.
Keyingisi piyoda yurish. Ko'proq piyoda yurishlar kerak bo'ladi. Tongda, kechki payt ko'proq piyoda yurish ham zerikishdan foydali. Ya'ni zerikyapsizmi? Ustozlar bilan suhbat qiling. Zerikyapsizmi? Kitob o'qing, maqola o'qing, insholar o'qing. Zerikyapsizmi? Yozing maqsadlarni, nima qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni. Zerikyapsizmi? Piyoda yuring. Shunchaki yuring, foydali podkastlar eshitib yuring, xullas piyoda yuring. Mana shu instrumentlar orqali zerikishdan muvaffaqiyatli chiqiladi va hech kimning xayoliga kelmagan, shu paytgacha umuman xayolingizga kelmagan yangi ideyalar, yangi g'oyalar, yangi zo'r insaytlar kela boshlaydi inshaalloh, xudo xolasa. Buni qo'llaylik, hurmatli tadbirkorlar. Zerikish eng muhim narsa hisoblanadi, tadbirkorning o'sish nuqtasi hisoblanadi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Rahmat. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, izohda o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. Rahmat.